So'nggi yillarda mamlakatimizda qo'shni davlatlar bilan o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlash, chegara hududlaridagi infratuzilmani rivojlantirish va aholi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan Sirdaryo viloyatida joylashgan Sirdaryo chegara bojxona posti faoliyatining qayta tiklanishi hudud aholisi uchun muhim voqea bo'la oldi. Sirdaryo chegara bojxona posti faoliyatining qayta tiklanishi aholi uchun bir qator yengillik va qulayliklar yaratib berdi. Xususan chegaradan o'tish jarayonlari soddalashtirilib, fuqarolarning ortiqcha vaqt sarflamasdan tezkor harakatlanishi ta'minlanmoqda. Yaratilgan imkoniyatlar natijasida nafaqat ikki davlat o'rtasidagi qatnovlar faollashdi, balki qarindosh urug'lar, tadbirkorlar va sayyohlar o'rtasidagi bordi-keldilar soni ham sezilarli darajada oshmoqda. Kuniga 2000-2500 mingdan oshiq fuqarolar bu postimizdan harakatlanmoqda. Bundan tashqari, 100 dan ortiq yengil transport vositalari harakatlanmoqda. Bundan tashqari, postimizda fuqarolarning harakatlanishi uchun piyodalar o'tish yo'lagida rentgen apparatlari joylashgan, ularning tez va qisqa muddatda o'tib harakatlanishini ta'minlaydi. Men Jitsay qalasida turaman. Hozirgi tangda mana Sirdaryo tamoyasi ochilibdi. Bu xalqqa o'ta qo'layli. Odan oldin Мәлік таможнядан өтетін ек, одан қалса Яламадан өтетін ек, ол бізге ұзақтық қылатын еді. Қазір Сырдария ашылған өте жақсы болды. Бізге 24 сағат істегені дұрыс. Қалаған уақытта өтіп жүреміз, өте ыңғайлы. Mana Qozog'istonda juda ham ko'plab qarindoshlarimiz, tanish-bilishlarimiz bor. Biz tez-tez o'tib turardik. Lekin bu postning ochilishi bizga juda katta qulaylik yaratdi. Sababiki biz oldingi safarlarda shu Toshkent viloyati atrofidagi postlardan o'tardik. Hozir bizning hududimizda bu postning ochilishi juda katta qulaylik yaratilganligi, bu yerda bizga juda yaxshi xizmatlar ko'rsatilayotganligi bizni quvontirdi. Bunday imkoniyatni yaratilganligi uchun biz prezidentimizga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Ma'lumot o'rinda Sirdaryo chegara bojxona posti kun-tun, ya'ni 24 soat davomida uzluksiz faoliyat yuritmoqda. Bu esa fuqarolar va haydovchilar uchun yanada katta qulayliklar yaratib, istalgan vaqtda chegaradan erkin va tezkor o'tish imkoniyatini ta'minlamoqda.